Xudo xolasa yaqinda Shohruxbek Shomurodov Moskvaga konsert bergani kelyaptilar. Chiroyli duo qilib qo'yasiz ustoz. Mir Aziya guruhiga Shohruxjonga Aha. albatta omad tilaymiz. Mana shu Moskvaga borib Rossiyani poytaxti, dunyoni poytaxtiga borib turib, barcha o'zbeklarimizni xursand qilib keladilar degan umiddamiz. Nima deymiz? Mir Aziya guruhiga omadlar yor bo'lsin, hamisha yaxshi kunlar, to'ylar ko'p bo'lsin. Borib chiroyli yuzlar yorug' bo'lib keling. Panohida musofir mardikormas, ot chopsang kerak taqa, kimda yo'q bola chaqa.